میکردن نبیند محله ها ما دویم خدمت کنن گوشت میخردگو همه دیگه جا نبرا همه ناتوری ترگی تو بود سو غیرت تلفو کرد Audio Jungle. همینجا شرط حرکتلرگی هم تنین یونده ساخت سلامت کرد میشه درست کرده اخدش پروردگارم بیگونه نکنه ادودش کم نکنه Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. viloyat hokimimizni ko'rsatmasi hamda bevosita topshiriqlariga asosan So'x tumanida har bir mahallalar kesimida yengil tipdagi qassobxona, paynet, bozorlar tashkil etilish va nimasi yuklatilgan. Biz mahalla raislariga ham deputatlarga yuklatilgan. Mana qarab turganingizdek, bizning mahallada Hazrat Ali mahalla fuqarolar yig'inida hozir birinchi yengil tipdagi qassobxona shobchasi o'rnatildi. Buni yoniga paynet hamda ekobozor kabi maishiy xizmat shobchalari o'rnatiladi. Bu bilan aholi 5 ta 6 ta odam ish o'rin bilan ta'minlaydi hamda shu hududda yashovchi aholining ehtiyoji qondiriladi. Paynet bo'lsa sentrga borib turmaydi, shu yerda pul to'laydi. Mana go'sht bo'lsa Sarikana mahalla fuqarolar yoniga tushib go'sht mahsulotini sotib olish uchun bormaydi. Ekobozor bu shu oziq-ovqatlar sotadigan do'kon bo'ladi. Shu oldingi shu laryok desak ham xato qilmaymiz. Shu oziq-ovqat mahsulotlari bemalol kelib fuqarolar o'z ehtiyoji uchun sotib olib iste'mol qilishlari mumkin bo'ladi.